Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanal kuzatuvchilari, sizlarga bir live hack bilan bo'lishmoqchimiz. Mana bu selofan o'sha plyonkadan chiqqan. Bu matовый plyonka yoki tumanka. Shuni ko'chirish jarayoni yoqimsiz va murakkab, tilinglar qolib ketadi. Mana hozir men ko'rsataman sizlarga. Mana bunaqa tilinglar qolib ketadi. Fen bilan ko'chirganda ham baribir qoladi. Shuni butun chiroyli ko'chirish uchun nima qilish kerak? Mana shu plyonkadan chiqqan mana selofan bor. Buni mana bunaqa plyonkani razmerida kesib olinadi. Shu to'g'rilab, keyin ustiga yopishtiriladi. Ya'ni keyinda suv ochiladi albatta. Keyin mana keyinda hamma joylariga buni qizdiriladi, hamma joylarini. Keyin oxirida ko'chirganda butunroq bo'lib, kamroq o'sha dog'lar qolib, kusoklari o'sha yopishib qolgan joylari kamroq qoladi. Shunga shunaqa mana ko'chirib oldik, ko'ryapsizlar. Ko'chirganimizda butunroq bo'lib ko'chib chiqadi. Hozir bir chetdan ko'chiramiz, xudo xolasa. Shunda ham baribir hozir ko'ramiz. Sekin ko'chyapti mana. Endi plyonkani albatta sifatiga ham bog'liq. Xitoyga bo'lsa shunaqa qoladi, kilaylari baribir xohlaymizmi yo'qmi. Mana sekin mana ko'chyapti mana bir chetdan. Agar shu ish qilinmasa, umuman qolib ketish ehtimoli ko'proq. Xullas shunaqa qilib, shunaqa selofan bilan qilinsa, shunaqa akkuratni kamroq oynani o'zida palla bo'lib qoladi shu kusuklari. Hozir mana butun ko'chyapti. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, obuna bo'linglar, like bosinglar, kanalimizni kuzatib boringlar.